Ukrayna ruhi bilan 5 fevral G'ulji ruhi haqida selishtirmalar. Abduri Gulshan Abduqadir Sahar. Muqaddima o'rnida 5 fevral kurashchi partizanlarning na NATO'si, na Yevropa birligisi, na Amerikasi, na dunyoga ichilgan internet uchur aloqasi bo'lsin. Bunun aksicha ko'p sonli Uyg'urlarning qon qarindoshlaridan tarkib topgan namda Shanxay 5 deb atalgan amaliyotda Uyg'urni qo'g'lab tutish 5 tashkiloti Uyg'urlarni chambar simon qo'rshab turadi. Bu mahallada bo'layotgan ishlardan yana bir mahalla xabarsiz edi. Chunki uchur aloqa intayin qattiq kontrol qilingan edi. Ularning qo'l bombasi va portlatgich yasaydigan imkoniyatlari intayin va intayin cheklik ham xatarlik edi. Ular tanha bir qora yetim edi. Ular yashayotgan shahar xuddi dum ko'mtirib qo'yilgan qora qozon edi. Dunyoga dangliq ko'vrik filmidagi partizanlar do'stlar xayr xo'sh naqsni aytib erkinlik uchun jangga atlangan bo'lsa, 5 fevral G'ulji partizanlari qap-qara qo'y ko'zligim, Xan Laylun, Junun ko'ch-ko'ch naqshlarini g'ingshib aytib, harbiy kuchjatda dunyoning agan qarag'iyiman davatgan Xitoy harbiy kuchlarining anamanasini ko'zi ko'rsatgan edi. G'ulji shahrida Uyg'ur tarixida ko'rilib boqmagan zo'r tutqun, qari tutqun boshlangan edi. Bu tutqunning Uyg'ur tarixida ko'rilib boqmagan bo'lishidagi muhim sabablarning biri yoshlarni markaz qilishi bo'lib hisoblanadi. Shundaq zo'r ko'lamlik tutqun boshlanganiga qaramay, zo'r ko'lamlik harbiy kuch orqasida bo'layotganiga qaramay, G'uljidagi Xitoylar ayya, mamaya deb qiyachiya qilib, yig'ilishib, G'uljini tashlab qechish uchun G'uljidagi eng cho'ng qatnash bekiti bo'lgan Dashijiyani qistan qilib o'tgan edi. Aradan 6 oycha vaqt o'tgan bo'lsa kerak, Xitoy bu shaharda har 3 dan 5 kicha Uyg'urga bir alohida tarbiyalangan qurolliq askarning to'g'ri keldiganligiga qaramay 10,000 kishilik 8660 qismini G'uljiga yetkazib keldi. Undaqda Xitoyni buncha sirasini selib o'tgan, qo'rqitib o'tgan narsa nima edi? Bu xuddi hozirgi Ukraina xalqining milliy ruhiga o'xshaydigan G'ulji xalqidagi xuddi saharda ko'tarilgan quyoshdek ko'tarilayotgan G'ulji ruhi. Shundaqla Angliyaning ko'p qismli televiziya filmidagi Kavli, Dol va Boridek ili daryosi bo'yida, ili sadir atchab turgan tog' yo'llarida, ili g'ollarda, ili qo'noqliklarda paydo bo'ladigan Uyg'ur partizan yigitlari edi. Bugun dunyo xalqi Ukrainaliklarning o'z vatanini qo'g'dash uchun dushmanga qarshi qanday jasorat bilan o'tirg'i chiqqanligiga hayron qolishmoqda. Shundaq dunyo faqat dunyoning ko'ringan yuzini ko'ralaydi. Dunyoda yana nurg'unlagan jasorat babidagi ko'rinmagan yuzlar yo baldur, yo keyin o'tirg'i chiqishi va yoki mangu sir bo'lib qolishi mumkin. Ammo dunyo ko'ralmagan yana nurg'un qahramonlik va jasoratlarni, shundaqla sirliq hikmatlarni dunyodan to'lim uzoqda, uchur aloqadan to'lim uzoqda qolgan asli shehidlar bilan usti Xan Laylun, Arvakash naqshlarining ruhlari shivirlashlari bilan to'lgan G'ulji shahri bag'riga chin besib yotmoqda. Bugun televizor xabarlaridan Ukrainadagi dangliq cho'lponlarning, yangi to'y qilgan oshiq mashhurlarning, yashangan mo'maylarning vatanini, xalqini qo'g'dash uchun kurashga atlanishda dunyo xalqini hayron qoldirayotgan ko'rinishlarni ko'rib turibdimiz. Nurg'unlagan ayollar, o'quvchilar ishqilib butun xalqning qo'zg'alib, qo'liga qo'ral olganligini, har yerlarda portlatgich bomba yasayotganligini ko'rib turibdimiz. Bu ko'rinishlar, hatto buningdan qimmatli bo'lgan ko'rinishlar bundan 25 yil burun dunyoning intayin uzoqda qolgan ta hozirgacha dunyo adolatining o'gay balasi bo'lish taqdiriga duch kelgan G'ulji xalqida
ko'rilgan edi. Qo'lji tuproqlarda qetib qolgan o'lmas Uyg'ur ruhiyatiga vakillik qiladigan ko'rinishlar ssenariyasi. Birinchi ko'rinish 1998 yili 4-ayning 24-kuni sahar. Ya'ni Uyg'ur xalqining faxrli qahramoni 23 yoshlik Hammad Mamtimin Uyg'urning mingisining qetig'ini chiqarayotman degan maqsadda Xitoyning Sichuan o'lkasi Xanyuan nayisidan G'uljiga kelgan mamlakatlik birinchi darajalik Margan Ili viloyatlik zo'ravonlikning oldini olish alayida atritining alayida qurolliq saqchisi Longfeyning mingisining qetig'ini chiqarib G'ulji nahiyasining Xodiyar yuzi yezida shahid bo'lib bir hafta o'tgandan keyin G'ulji shahridagi konsul mehmonxonasida Ili viloyatlik o'tir sud mahkamasi tarafidan G'ulji 5-fevral inqilobiga oid tunji yepiq sud o'tkazildi. G'ulji shahri tamamen Xitoy askarlari tarafidan qo'rishilgan edi. Shahar surli, shahar chorasiz. G'ulji xalqi do'qmishda qurilgan askariy tekshirishlardan g'amgin holatda birma-bir o'tib, ochiq sud maydoniga qarab oqmoqda. Tuyuqsiz shaharning sharq tarafiga joylashgan to'padang, bo'yni kesik tarafdan chochlari chuvilgan, yalang oyoq bir ona sahar jimjitligini buzib, "Ah, mening Hasan Husan qo'shmoqlarim. Ular 18 yoshga to'lmagan edi. Nomussiz Xitoyda 18 yoshga to'lmagan jon jigarlarimga qandoqmi o'lim jazosi bera olaysan?" deb qiyoqas cho'qan salgancha, g'azab bilan yig'lagancha yugurib sud maydoniga kelmoqda edi. Ana faqat G'ulji shahar Baytulloh masjidining yenigacha ovozini chiqara olgan edi. Birdanning ichida o'nlagan Xitoy askarlari ananing qo'lini qayirib, ko'zi solgancha saqchi mashinasiga selib elib ketdi. Bu ana 5-fevral G'ulji inqilobi mazgilida Xitoy askarlari bilan Ili daryosi bo'yida bo'lgan to'qinishda dushman qo'liga tushib qolgan 16 yoshli qo'shmoqlar Hasan bilan Husanning anasi edi. Ochiq sudda 16 yoshli Hasan va Husan qo'shmoqlar bilan yana 2 nafar Uyg'ur partizanga o'lim jazosi berildi. O'lim jazosi Ili daryosining u tarafi bo'lgan Chapchal nayasining Jag'ista yezisiga tutishadigan Chapchal o'stig'ining bo'yida ijro qilindi. Xitoy askarlari 5-fevral shehidlarning mazarini bir hafta qurolli qo'g'dash odati bo'yicha mozorlikni ismini tutib turib, bir hafta 24 soat saqladi. Oradan ancha uzun o'tmay Hasan bilan Husanning qarindoshlari bu qabrni G'ulji shahar Qarodon qabristonligiga yo'tkash uchun hukumatdan ruxsat olib, bu yerga kelganida kutilmagan ajoyib bir manzara bilan qarshilashdi. Bu 4 nafar partizanning qabrisi egizilib, boshqadan yasilib, qabrning atrofiga gullar ko'chirilib, bir bog'chaga aylantirilgan edi. Bu ahamiyatli ishni qilgan yigitlar Chapchal nayasining Qaynoq yezisidagi yigitlar edi. Abirin qaynoqliq yigitlarga. Bu qaynoqliq yigitlarning ko'pinchisi dunyo uyoqda tursin, ba'zilari qaynoqning, ba'zilari G'ulji shahrining u tarafiga o'tib boqmagan yigitlar edi. Dal mushu yerga kelganda G'uljidagi sarxil bir shaharning qizi bo'lib qolganligimdan cheksiz g'urur va faxrlanish his qilaman. Qaynoqliq yigitlar bilan har qanday bir Ukrainalikni selishtirg'ili bo'lmaydi. Chunki dunyo Ukraina dunyoni ko'rib turug'liq. Ammo qaynoqliq yigitlar mundaq bir g'animatdan mustasno. Undaqda qaynoqliq yigitlar ruhi va chish tirnog'icha ilg'or qurollar bilan qurollangan Xitoy askarlari bilan to'qinishda kirib, 16 yoshli hayotini taqdim qilgan Hasan Husan qo'shmoqlardagi dushmanga qarshi ruhni selishtirgan vaqtimizda biz 5-fevral G'ulji inqilobi haqida bilmaydiganlarimizdan ko'p ekanligini, dunyoning Uyg'ur milliy ruhiyatining Ukraina xalqining dushmanga qarshi ruhiyatidan qilishmaydiganligidan iborat haqiqatni bilmaslik bilan bechora va ruhlar alamida kambag'al qolganligini sezalaymiz. Ikkinchi ko'rinish. Tarix yana shu kunni ko'rsatdi. Ammo ssenariyaning ko'rinishlari o'zgargan. Vaqt tushga yaqin.
Ölümge hüküm kılıngan 4 nefər Uyghur partizan jigiti Xitay quralliq saqchi və hərbi qismlarının yallaşı bilan ochiq sot meydanıdan Ili daryası boyığa qarab yol aladı. Şəhər timtaz və g'azablik. Şəhər muştumlarını tügüb, lavlarını tishlaydi. Amma çarəsiz. Şəhərdə Xitayning aq terrorluğu hüküm sürməkdə. Amma dünya xabarsiz. Şəhərning Ukraynaya duch kelgan adolatsizliklarni ko'rib nafrat o'qiydigan yo'r dunyosi yo'q. Xitoyning Uyg'ur xalqining yurak parallari, sarxil gavharlari, mustaqillik jangchilari, Xitoy askarlari bilan yetishib o'lish yo'lini tanlagan partizanlarni o'lim maydoniga elib mangan harbiy mashinasi G'ulji shahar tibbiy maktabidan o'tib, G'ulji shahar yoshlar bozorining oldidan o'ngga burilib, muz maydoni tarafga qayrilganda yoshlar bozori, ya'ni koni ismi Bedi bozorining oldida bu jon jigar og'inlar bilan vidolashib uchun saqlab turgan bu 4 nafar jangchining bir mahallada tug'ilib, bir mahallada cho'ng bo'lgan og'inlari qo'llarini pulanlatib, o'lim maydoniga yolab elib menilgan og'inlardan halollik, rozilik talab qilgan ovozlar anglashga boshladi. Og'inam Hasan, Husan, yotgan yering jannatda bo'lsin. Xalqing sendan rozi, sen bizdan rozi bo'lgin. Yotgan yering jannatda bo'lsin. Sadalar bir az yükselishga boshladi. Elvida yigitlar, elvida. Jahon bundoq bo'lavermaydi. Qisasinglar aman bir kuni elinadi. Tuyuqsiz tatatlagan avtomat ovozlari anglanib, yoshlar bozor oldida turgan xalq qalaymaqan o'qqa tutilishga boshladi. Xitoy borgancha g'aljirlashyapti. Naq maydonda G'ulji shahar Mo'yka mahalla Azgal ko'chasidagi bir kishi, boshqa nahiyadan kelgan yana bir kishi jon uzdi. Uni yaqin kishi yaralanadi. Xitoy matbuotlari bu qirg'inchilikni velosipedlik mahbus bo'lash voqeasi deb burmalaydi. Atalmış Şinjanning Xaqani Yang Zhengxin, Jin Shorin, Xingshi saylardan keyin Uyg'ur xalqining qanini sho'rgan Jallat Wanglajuan bu qirg'inchilik haqida savol so'rgan chet ellik muhojirga, muxbirlarga butunlay yolg'on yavodiq javob berdi. Hamda bir uchum terrorchilardan tashkillangan velosipedliklar guruhi mahbus mashinasini bo'lash uchun mashinaga yaqinlashadi. Agar biz o'q chiqarib ularni atmagan bo'lsak, ular bizning askarlarimizni etib etgan bo'ladi deydi. Halbuki kashki ularning qo'lida birtal koni miltiq bo'lgan bo'lsa edi ha. Albatta, ruh va ruhlarni selishtirish bir az afsiz bir ish. Undaq ekan, Ukrainaliklardagi ruh bilan Uyg'ur ruhini taraziga va bazbazga sog'im yo'q. Undaqda Ukraina ruhi bilan Uyg'ur ruhini qanday baholayman? Biri chaqnagan ruh, dunyoga o'zini ko'rsatgan ruh. Yana biri chaqnayolmagan qum barxanlar ostida ko'milib qolgan almas ruh, oltin ruh, brilliant ruh. Üçüncü ko'rinish. Tarix yana shu kunni ko'rsatdi. Vaqti tushdan keyin o'rni G'ulji shahar Suv darvoza rayoniga joylashgan Ili viloyatlik xalq doktorxonasining oldi. Xitoy terrorchilari tarafidan o'q tutilgan kishilar G'ulji xalqi tarafidan bu doktorxonaga jiddiy elib kelindi. Ammo doktorxona pul topshirmaguncha bu yordamlarni qabul qilmaydiganligini bildirdi. Tuyuqsiz o'q tutilish sababidan ig'ir yaralangan Uyg'urlar yana chorasizlik ichida ingrashga boshlaydi. Dal shu vaqtda doktorxona darvozasi oldida bu doktorxonaning sestrasi vijdonli Uyg'ur qizi Nuriya paydo bo'ldi. U yo'ldan o'tib ketayotgan kishilarga jiddiy xitob qilib, o'q tekkan kishilarni qutuldirish uchun jiddiy holda pul iyona qilishni xalqqa murojaat qildi. 10 yuan, 50 yuan, 100 yuan, 500 yuan, hatto 1000 yuan. Oltin halqa, oltin uzuklar tashlanib, 10ga yaqin o'q tekkan yordamlarni davolash mablag'i hozir bo'ladi. Yordamlar 1000 tasta doktorxona eshigidan ichiga kira oladi. Ammo davolash fursatiga erishkichi bo'lgan orliqda ularning nurg'un tugamas to'saqlar saqlamoqda edi.
Ili viloyatlik xalq doktorxonasi tashqi kasalliklar bo'limining muavin boshlig'i Mamdimin doktor pul to'lash rasmiyatligini o'tab bo'lgan o'q tekkan yordamlarni jiddiy operatsiyaga elib kirish tayyorligi qilayotgan paytda Ili viloyatlik partkomidan bugun atigan yoshlar bozori oldida yuz bergan voqeada o'q tekkan yordamlarni davolamaslik haqida buyruq topshirib oldi. Ammo Mamdimin doktor bu buyruqni rad qilib bağancı qansırıp ketayotgan yordamlarni davolashga boshlaydi. 4-chi ko'rinish. Yuqoridagi ko'rinishlar yuz berib bir mezgil o'tgandan keyin o'rni Ili viloyatlik xalq doktorxonasi sestra Nuriya ishdan qo'llanib qilindi. Afsus, doktor Mamdimin vazifasini elib tashlandi va tekshirishnoma yozdi. Shuningga majburlanadi. Shu kuni yoshlar bozori oldidan o'tib ketayotgan putuğu o'q tekkan G'ulji shahar Boyanday yeza 17-chi o'tir maktabining o'qituvchisi Rahim davlat kadri turg'uluq bo'lginchilar bilan bir yerda bo'lgan degan tuhmat bo'xtonlar bilan xizmatdan qo'g'landi qilindi. Mana shunday tragediyalik hayot Uyg'urning hayoti. Davomi bor. Bugungi programmamiz Müşiyada axırlaşdı. Diqqət bəginənlərə rəhmət. Görüşkiçə aman bulunlar, əziz qeyrindaşlarım.